Yurish mumkin emas ekan. Cho'lda, Saudiyaning cho'lida mumkin emas ekan. Militsiyalar o'tib mashinaga chiqarib yuborar ekan. Shu sababli hozir vizani kutyapmiz. Inshaalloh chiqadi deyapti. Chiqsa zo'r bo'lardi. O'tib chegaradan to'g'ri Madinaga boramiz. Eslab qolinglar, Madinaga. Madinadan Makkaga keyin piyoda boriladi. Do'stlar, ungacha Makkaga borguncha 2000 ta odamga mana 100% obuna bo'lib tashlayman. Hozir 1000 tadan oshiq odamga obuna bo'lganman. Sizlar foyda ko'ringlar. Do'stlar, savob yozilsin, Allohning uyini ko'ringlar. Shuncha payt tomosha qildilaring, shuncha payt ko'rdilaring, shunda Ka'bani ushlagan joylarini ko'ringlar. Sizlarga savob yozilsin. Oxiratda qandaydir ozgina bo'lsa ham foyda bo'lsin shu narsalar. Men O'zbekistonda yuzini yerga qaratmayman. Hali zo'r cho'qqilar bo'ladi. Inshaalloh Allohning roziligi qilaylik birinchi. Ko'rib sizlar ham savob yozinglar. Bu hammasi Allohdan. Alloh taqdirimizni yozgan. Biz unga qarshi chiqamiz, aktiv uchun, u uchun, bu uchun. Hali hammasiga chidayman. Alloh bor-ku. Bu dunyoda abadiy qolmaymiz. Bir kun ketamiz hammamiz. Bu dunyoda hech kim qolmaydi.